Sinfdosh bo'lib kirganlar bormi? Baraka topinglar, baraka topinglar. Konsert oldin sinfdoshlar bilan ko'rishdingiz, ustoz. To'g'risini aytaman, 20 yil bo'libdi. 20 yil deganda ko'rishdik. Tavba qildim, u shunaqa o'zgarib ketishibdi. Sizlarda ham bo'ladimi? Tanib bo'lmaydi. Bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib, mo'ylo'lar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Qizlar shu darajaga kelib qolgan. Ojonim, nima bu dadamni sinfdoshlari dedi. Tog'a o'tirgan ekan. Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz? Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamning ustidan kulish basu, bet boru, bet. Bashara boru, bola tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Mana bashara mana shu yerda turibdi. Bet mashda turibdi. Shani chaqiringda, Luboylar Elmurod deylardi. Birinchi bet qarayapti. Chuchkurganda boru, bet bir-biriga 5 tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kar edi. Hozir agar beting bormi, o'rta deyinda stol ustiga ikkita betni qo'yamiz. Shuda bunaqa bo'lmaydi-da. O'zlaringga qaranglar, 20 yil hech qancha vaqt bas-u. Naroqda salbda xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak, o'zgarib ketgandir deb. Ha, sinfdosh. Qara endi. Desam, Haqnazarov, o'qituvchingga shunadigan uyalmaysan. Dedimda, qidiryapman. Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimi qidirasiz? Qidiryapman, birinchi muhabbat. Bo'ladi-yu, tan olinglar. Ha, bo'ladi. O'tiring. Kulgili joy kelgan. Bitta sinfdoshimizdan qanan u kelganmi desam, "O'na" dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, ya'ni anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-savolga qararmidingiz sirasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skoriy ham chaqirib qo'ydim, tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani, xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Yo'q, shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq, belmashincha edi. Suv ichsa tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta edi. Shani sochlari jingili, yubka manatdan, paypoq manatdan edi. Taqillab yurardi. Shani 11-sinflar ham jinni bo'lib qolardi. Yo'q-da, anu. Yo'q. Katta xotin o'tiribdi. Borib bir narsa deb ko'raman, endi gapiraman desam, "Qalaysan Elmurod" deydi. Yaxshi desam, "Yoshligingda rosa xarab eding-a" deydi. Tushunmadim, nima degani u dedi. Nima degani u desam, "Ana 8-martlarda" deydi, "bitta plasmassa gul bilan otkritka bersang, olavergan ekanman" deydi. Gapini hozirgilar iPhone beryapti deydi. Men uni sevib yurgan paytim chinor daraxtiga yozgan edim. Xotinam o'tiribdi. Yo, bizni xotinlar bilasiz, bosh harfini topsa tamom. Oxiriga U tensi deb yozgandim. Anuni gapini eshitib, yaxshi ham bizda chinorlar kesilib ketgan edi vordim. Yomon o'zgaribdi shani. Menimcha Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bo'lsa Xudo ikkalamizga bitta husn bergandi bo'yladi.
Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmikin deb o'ylabman. Yo'q, bu darajada bo'lmaydi-da, bu darajada bo'lmaydi-da. Ki bitta sinfdoshimiz kech keldi. Eslaringizmi? Doim kech keladigan sinfdoshimiz bo'lardi. 20 yilda kech keldi-da. Oldiga bor. Shuncha yil o'tgandan keyin ham kech kelding-a desam, "Yo'q, ishdan ruxsat berishmadi-da" dedi. "Qayerda ishlayapsan?" desam, "Pojarniyda" deydi. "Qancha bo'ldi kirganingga?" desam, "1 oy" deydi. "Undan qayerda ishlagansan?" desam, "Tez yordamda." Deb shuni yonga qarasam, akalar, diqqat qilasizlar, iltimos qilaman, diqqat qilasizlar shu joyiga. Eshikdan lab kirib keldi. Lunch kirib keldi. Mana shunday u ana botox qilingan lab ekan. Batta unaqalar yo'q. Uni tushuntiraman, tushunmadi. Botox nimaligini. Mana qo'lingizda shimarasiz-ku, tayyor deb. Shu lovda shimarilgan varianti ekan. İçiga suyuqlik haydalar ekan, ha? 32 ta tishni bittalab yechtirib, bo'tkaga tish qatirib chiqibdi. Mana burunni oldirib tashabdi. O'rniga boshqa burun qo'ydiribdi. Xudo bergan qoshni bittalab terib, Xitoy bergan qalam bilan bitirib chizib chiqibdi. Endi kiprikni ko'rsangiz, sigirda ham bunaqa kiprik yo'q-da. Qosh bilan kiprikni orasini yirtib, nima deydi shunaqani qizlar? Bir-biriga torttirar ekan, rashni ishmashni degan ekan, xullas. Keyin qarayapman, manatdagi bir tomoqdagi jirlarni olib, manatga haydatibdi. Bor ekan-a, batdagini baqa haydatibdi. Mashinda turibdi. Batda jirni nima qildi ekan desam, orqaga haydadi. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, buni hali nayniyapti demaylar-ku, orqa bor-ku. Ko'rpa takiladigan javonga o'xshab qolgan-da. Aka, qo'rg'ani oldirib tashlashyapti ekan. Bor ekan-a, qo'rg'ani oldirib, korset taqsa bel ingichkalashar ekan. Oxiri jahlim chiqib ketib, dedim, shularga pul sarflaganmisan? Desam, nima keragi bor shuncha rasxo? Jamshid desam. Elmurod, men Jamshid basman deydi. Men sinfdoshim Malikaman dedi. Jamshid qani dedi. O'na. Jamshidga qarayman, Malikaga qarayman, to'g'risini aytaman, Jamshid Malikani oldida malikalarda turibdi deb. Keyin aytdim, "Sen menga qara Malika." Bu dedim, "Mana Sparkka dedim, Mers rulini qo'yganimni, u Mers bo'lib qolmaydi" dedim. To'g'ri. Eshikda oq-qora qilib kraska qilib chiqqaningizda zebra bo'lib qolmaydi-da. Yig'ishtir dedim. Bu ertaga og'ritadi dedim. Og'riydi-da 5-6 yildan keyin. Ki dunyodagi eng zo'r dori bor, bizning bosh homiyimiz mana Bioparadise. Tabiiy shifobaxsh dori. Aytdim, mana shu Bioparadise dorisini ichsang ham dedim, ikkita dorimni ichingga tushadi, vaziyat chatoq qaytdi deb chiqib ketadi. Yig'ishtir dedim. Bunaqa qilma deb turib, shunday qarasam, endi bunisiga maza qilib borasizlar. Hammani ichida, har bitta sinfda bitta bo'ladi unaqa bola. Eslaringizga tushsa qarshi olasizlar. Faqat to'g'ri bo'lsa qarshi olasizlar. Unaqa to'xtang, shoshasiz. Ishlaysiz bormi deyman. Bitta bo'ladi. Ikkita bo'lsa o'ltirib qolasiz ikkinchisi. Bitta bo'ladi. Kimligini aytaymi? Ana o'qituvchi kelmay qolsa, yugurib borib boshqa o'qituvchini aytib keladigan sinfdoshlar. Eslatlaringiz-a? Yomon mazgitda. Alo, o'qituvchi yo'qlamani qilib olgandan keyin bugungi mavzuda yozinglar desa, ustoz, uy vazifani so'ramadingiz-ku deydigan bo'ladi. Eslayapsizlar-a? Payshanba kuni hamma 2 kilodan metall olib kelsin desa, ustoz 5 kilo olib kelsa ham bo'laveradimi? Alo, dars tugaganda endi chiqib ketaman siz ustozda savolim bor edi deydigan bola. Gultaga kim nos tupurdi desa, mayte deb turadigan bola. O'sha turibdi. Oldiga bordimda, "Qalaysan?" dedim. "Yaxshi" dedi.
Nima ish qilyapsan sen? Fotograf deydi. Studiyam bormi desam, yo'q deydi. Chorrahalarda deydi. Ishingni topsan dedim. Sanga shu zo'r dedim. Ki sinfdoshlarning ichida bitta personaj bor, endi uni butun maktab taniydi. 5-sinfda ham 11-sinflar urib yuradigan sinfdoshingiz bormidi? Ha? Birinchi ko'zir. Ha? Xunukkina bo'ladi, lekin 14-yanvarda hamma qizlar unga podarka beradi. Qo'rqqanidan. Ha? O'qituvchilar ham unga qo'rqqanidan baho qo'yib berar edi. O'sha men edim. Yo'q, men edim. O'qituvchilar ham doim aytar, Haqnazarov, sen odam bo'lmaysan, deyirdi. O'sha sen odam bo'lmaysan degan ustozlarimizga 2 og'iz murojaatim bor. Sen odam bo'lmaysan degan ustozlarim agar meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, haqidlaringiz. To'g'ri topdilaringiz. To'g'ri, ustozlarimiz bilmasa gapirmaydi. Nimaga deyman? Maktabda o'qib yurganimda 3 ta narsani niyat qilganman, yuradim. Xudo xolasa 35 ga kirganimda bitta mashinam, 2 ta xotinim bo'lardim niyat qilgan edim. Bitta orzuyim amalga oshdi. 35 ga kirdim xolos. Mana ikkalasini o'rndan almashib qoldi. Xotin bitta, mashina 2 ta. Ya to'g'risi, ustozlarimiz bilmasa gapirmaydi. Ustozlarimizga bitta qarshi chop qilsizlar. Biz erkaklarimizni ko'targan. Ustozlar sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin.